Ijtimoiy tarmoqlarda Marat Hamdamov Xayrullayevich odamlarni aldadi, chuv tushirdi nomli videolar keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Marat Hamdamov Xayrullayevich bu odamni ko'pchilik o'zbekistonliklar mamlakat qurilish bozoriga shiddat bilan o'zgacha ishtiyoq ila kirib kelgan mard, tanta va saxiy quruvchi sifatida yaxshi taniydi. Yana kimdir esa uni shou biznes vakillaridan biri, taniqli aktrisaning turmush o'rtog'i sifatida biladi. Boshqalar esa mijozlarni qishda gazsiz qoldirgan quruvchi kompaniyasi Star House'ning yuzi sifatida eslab qolgan. Bizga murojaat qilgan ayrim fuqarolar bulardan farqli ravishda Marat Xayrullayevich boshqacha tasvirladi. Ya'ni Marat Xayrullayevich uylarga tez bitirishga emas, balki sifatiga ko'proq e'tibor qaratadi deydi. Marat Xayrullayevich Hamdamov ham bu video murojaatlarga va tarqalgan videolarga nisbatan o'zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasiga video murojaat qoldirdi. Qurilish kompaniyalar o'rtasidagi nizolarga, balki provokatsiyalarga xalq aldanib qolayotgan bo'lishi ham mumkin. Vaziyatni oxirigacha o'rganib, rasmiy munosabat bildiramiz. Assalomu alaykum azizlar. Bugun 3-dekabr sanasida meni kayfiyatim juda ham zo'r. Chunki havo juda ham toza. Jamiyatimizda ayrim kir jurnalistlar, kir insonlar bo'lishiga qaramasdan havo juda toza. Demak, ekran qarshisiga yaqinroq o'tirib popkornlarni olib olishinglarni maslahat beraman, chunki oxirgi 4 kun davomida Instagram akkauntim juda aktiv bo'ladi va 3 kun 4 kun davomida men sizlarga video materiallar taqdim qilaman. Hozir ayni paytda butun O'zbekistonda demak muhokamalar qarshisida turibman. Markazida turibman muhokamalar. Bunga sabab kim? Ayrim noqonuniy qurilishlar bilan tanilgan minglab insonlarni pulini o'marib, hozirgi kunda tergov surishtiruv ishlari olib borilayotgan minglab insonlarni noqonuniy va noto'g'ri sifatsiz qurilgan uylar bilan ta'minlab, hech qanday kadastr hujjatlarini bermayotgan firibgar quruvchini targ'iboti bilan shug'ullanib kelayotgan qo'shtirnoq ichidagi sayt haqida bo'ladi va O'zbekiston hududida netraditsion orientatsiya bilan tanilgan, demak, umri davomida biror bir normal maqola yozmagan va umri davomida jamiyatdagi bir real muammoni olib chiqa olmagan, deyarli hech kim tanimaydigan bir saviyasiz jurnalist meni obro'sizlantirish yo'li bilan tanilmoqchi. Omadini bersin, lekin bu safar andisha qilmayman. Bu safar masalani oxirigacha olib boraman va barcha mendagi ma'lumotlarni qo'yib, ushbu soxta jurnalist, soxta vijdonini reklama kontraktiga qo'shib sotib yuborgan insonlar yuzini ochib beraman azizlar. Demak, kutamiz keyingi videoda kim haqida va nima haqida gap ketayotganligini qo'yaman. Sizlarni yaxshi ko'raman. Sog' bo'linglar.